Salom do'stlar. Bugun sizlarga hindcha qo'shiqlarni qanday qilib tayyorlashimizni ko'rsatib beraman. Qani ketdik. Birinchi bo'lib birga o'tirib qo'shiq tanlaymiz. Bu safar tanlovimiz 60-yillarda yozilgan Mechali degan qo'shiqqa tushdi. Birinchi navbatda qo'shiqning so'zlarini va ma'nosini o'rganib chiqamiz. Undan so'ng akajonim hozirgi zamonga moslab studiyada aranjirovka qiladilar. Kelinglar bu jarayonni birgalikda tomosha qilamiz. Aranjirovka qilishlariga kamida 1 kun vaqt ketadi. Ba'zida esa 3-4 kunlab qiladilar. Chunki ko'ngillarga yoqadigan ohangni topish uchun ancha izlanadilar. Va biz Doston akam bilan ruhiy dalda berib turamiz. Ilhomlarini keltirib, kayfiyatlarini ko'tarib turamiz. Undan so'ng qo'shiqni ovozlarini studiyada yozishga o'tamiz. Aytgancha bir narsa esimizdan chiqibdi. Shanoz opamlarni ham yozish kerak-ku. Tez telefon qilib, ularni ham studiyaga chaqiramiz. Yo'q o'quvchilarni 3 ta bolalarni oyjomligiga tashab keladilar. Ovozlarimiz yozib bo'lgandan so'ng, qo'shig'imiz chiroyli eshitilishi uchun qo'shiqni svedeniya mastering qilinadi. U ish yana akajonlarni bo'ynlariga tushadi. 5-6 soatdan keyin tayyor bo'ladi. Ana shunaqa. Mechali, mechali, piche piche